Assalomu alaykum hurmatli qadrdonlar. Xudo xolasa bugun ro'parasi 2-may. Demak juma ayom barchamizga muborak bo'lsin. Xudo xolasa bugun ro'parasi demak 89 va 90-yutuq egalarini birgalikda aniqlab olamiz. O'yin tartibi oddiy, o'sha 200 ming va undan yuqori xarid qilgan har bir mijoz telefon raqamini bir haftada bir marta, bir hafta bo'lmaydi mana shu qutiga joylab boramiz. Haftada bir marta ikkita baxtli raqamga ikkita maishiy texnikani taqdim qilamiz. Bundan tashqari tez kunlarda demak bizda super o'yin 500 ming va undan yuqori xarid qilgan har bir mijoz telefon raqamini alohida o'sha qutiga joylab boryapmiz. Va Qurbon hayiti kuni bitta baxtli raqamga demak o'sha 5-smart televizorni taqdim qilamiz xudo xolasa. Demak hammaga omad. Bugungi o'yinni boshlaymiz. Demak 89-90-yutuq egalarini aniqlab olamiz. 89-yutuq 89-yutuq egasi demak 91lik 283 1748 Gulxon. Demak, hurmatli jamoadagilar, Gulxon opani demak bugungi yutuq bilan tabriklab qolamiz. Xudo xolasa, demak 90-yutuq egasini aniqlab olamiz. Demak, bitta baxtli raqam. Mana bitta baxtli raqam. 90-yutuq egasi demak 90lik 533 71 59 Shirmonoy xola. 90lik 533 71 59 Shirmonoy xolani demak bugungi 90-yutuq bilan tabriklab qolamiz. Xudo xolasa, hurmatli jamoadagilar, bundan tashqari bizda katta bonuslar, aksiyalar ketyapti. 84 talik Torixlarimiz 550 ming so'mdan sotilyapti va boshqa tovarlar xullas. Demak, hurmatli jamoadagilar, keyingi juma mana shu joyda uchrashguncha xayr, sog', salomat bo'linglar.